Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizlarni kuzatib boradigan podpischilar akalar, bugun bizlarda mana 2 4 6 7 ta paroda navoslarimiz sotuvda. Angus, Shved, Limuzin, Aulikol, Grenford shunaqangi paroda navoslarimiz sotuvda akalar. Rolikni oxirigacha ko'raverasizlar. Qaysi bir ma'qul bo'lsa, ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, kelib ko'rib, molni oldida bemalol savdo qilib sotib olaverasizlar. Sizlarga mana narx-navolarni aytib o'tadigan bo'lsam, bitta endi mollar ko'pligi uchun narx-navolarni sizlarga addenda mollarni ko'rsatib aytib o'tamiz. Mana bitta Angus bilan bitta Aulikol bular oyog'iga sotiladi akalar. Ketib qoldi. Araya kirib ketdi. Bu Aulikol bilan Angusning narxi oyog'iga 16 ming so'mdan yana savdo bo'ladi. Bular bo'lsa Anguscha bilan mana Aulikol 16 ming so'mdan mana bizga kichikroq variantga kiradiganlar bemalol telefon qilib kelib sotib olaverasizlar. Bu Limuzin, Shved, Angus, Grenfordlar bular tarozida sotiladi. 55 so'mdan bo'lish narxi, xaridorlar kelib bemalol olib ketaverasizlar. Tarozi ham bor. Keloringlar shuni taroziga tortib, qaysi bir ma'qul bo'lsa olib ketaverasizlar. Sizlarga mana yaxshilab ko'rsatib o'taylik. Hammalari 4 so'm kelishgan, chotki bo'ladigan mollar. Kelasizlar, ma'qulini bemalol sotib olib ketaverasizlar. Uyda ichkari yana bir dona kimga zotga keraksa, semental bu. Uni ham kelib ko'rib sotib olib ketsalaring bo'laveradi. Mana sizlar uchun mana paroda navoslar. Bular endi ichkaridan tashqariga chiqqanligi uchun sal endi shug'ul qilyapti. Yeb-ichi salomatligi hammasi 100% chotki kafili bilan sotiladi. Barodarovniki Tojikdan boshqalar emas, mana barodaro parad oxay furushi dorim. Adresashon dar nohay Jabrosib dehay qo'lakan do'z qarodorat. Enjana tarozi ham mefruxdagi molo hasta, bu pochkashka degan furu mefruxdagi molo hast. Yak dona Aulikol qati mayda, yak dona Angus bu. O'z sari videoga nishon berdim va pochkashka de 16000 so'mni savdo meshavat. In Shved, Grenford, Angus to boshad kaloni 55 so'mni jivoy besbe 500 dagi narxash. Xaridorlar aniq zang zaniton soy boshba peshash bo'lmadi bemalol savdo qilib yuribsanlar mumkin. Tarozi ham xas mol peshash va tarozi qilib bemalol xaridori qadamiga tomon Angusda men tomon chiqlangiz. Kilolari 200 kilodan to 400 kilogacha bo'lgan vesta arasida bo'ldi endi shundoqmi 380-400 kilogacha chiqib qoladi. Bular endi tashqariga endi chiqarlik uchun sal shug'ul qilyapti. Mana kimga zotga keraksa, mana mashina ham bilan ko'rsatilgan nomerga telefon qilib bemalol sotib olasizlar. 100% zotga chopadi. Stoyakalari vashi chotki kelishgan.